Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun biz Shahrisabzdamiz. Oqsaroydagi bu ikkita bino haqida hozir xudo xolasa to'liq ma'lumot olamiz. Akamiz xudo xohlasa tanishtiradilar. Assalomu alaykum. Assalomu Aka, alaykum. yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi yilsizlar. Aka, shu haqida to'liqroq bizga ma'lumot berib yuborsangiz, xudo xolasa ma'lumot olamiz. Mana hozir biz o'sha afsonalarga aylangan o'z davrida shu darajada mahobatli saroy Oqsaroy yonida turibmiz. Oqsaroy 1380-yil Amir Temur tomonidan qurilishi boshlangan, 1404-yil tugallangan. 24 yil mobaynida Oqsaroy qurib bitkazilgan. Hozir biz Oqsaroyda 100% dan atigi 4% qismini ko'rib turibmiz xolos. Demak, bu hali 4% qismi to'g'rimi? Saroyning 4% qismi. Qo'ygan qayerda buni hozir? Hozir uni suratlarda ham ko'rsatib o'taman. Hozir biz 4%ni ko'rib turibmiz. Asosiy bino Amir Temurda haykalning o'rnida bo'lib, o'tana haykal oldida ham o'tamiz. Haykal o'rnida bo'lib, shu uchun ham haykal 96-yil aynan o'sha yerda qo'yilgan, asosiy bino o'sha yerda bo'lgan. Tushunarli. Shu darajada mahobatli bo'lgan. Oqsaroyda oldidan ko'rinishi mana bu holatda bo'lib, Amir Temur davrida 72 metr balandlikda bo'lgan. Hozir bizga saqlanib qolgani 40 metrga 38 metr qismi saqlanib qolingan. Bunisi 40 metr, bunisi 38 metr qismi saqlanib qolingan. 96% qismini ko'rsak bo'ladi. Mana bu suratimizda juda ham chiroyli shaklda biz faqatgina saroyda kirish, darvoza qismini ko'rib turibmiz xolos 4%. 96% qismi bizga yetib kelmagan. Bu saroy shu darajada katta mahobatli saroy bo'lganki, 7 iqlimda yagona bo'lgan. Bundan da ulkan saroy yer sharida bo'lmagan. 1403-yil Ispaniya elchisi Klavijo kelganda Samarqandga sayohat kundaligida Oqsaroy haqida juda ham chiroyli ma'lumot beradi va to'liq o'sha bo'yicha bu qayta tiklanadi o'sha kompyuterda. Bu Amir Temurda haykalning o'rnidagi saroy bo'lib, bu saroy shu darajada katta saroy ediki, 7 iqlimda yagona edi. Bundan da ulkan saroy yer sharida yo'q edi deb 1403-yil Ispaniya elchisi Klavijo o'zini Samarqandga sayohat kundaligida yozib o'tadi. Mana bu ko'rib turgan buyoqlarimiz Amir Temur davridagi buyoq bo'lib, o'sha darvozasida ko'rib turgan buyoqlarimiz Amir Temur ko'rgan buyoqda mana bugun kelib biz ko'rib turibmiz. 700 yil o'tsa-da ochiq osmon ostida, quyoshda, suvda, yomg'irda ranglari o'zgarmaydi. Kecha qanday holatda bo'lsa, o'shanday holatda turibdi, qo'l tekkizilmagan, asl original holatda saqlangan bizgacha. Mana buzilgan joylar nima bo'lgan bu? Mana bu buzilgan qismlari g'ishlarini 4 metr balandlikda o'sha marmar tosh, o'sha maxsus Eron shahridan keltirilgan marmar tosh bilan bezatilgan past qismi. Buni mana bu suratimizda ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda marmar toshini ko'rib turibmiz. Ana shu qismini o'zi 4 metr. Suratda esa kichkina. Mana bu qismni ko'rib turibmiz. To'lasi shaklda marmar tosh va oq tosh o'sha oq marmarlar yotqizilganligi ma'lum. Oqsaroy yuzida Fath surasi, Baqara surasi, Zumar surasi, Qur'ondan oyatlar va suralar turli shaklda kelgan. Mana oq yo'limizda quyosh sharqdan chiqib g'arbga botganda 18 metr uzunlikda, yozuvda aylanasida 18 metr podshoh Allohning yerdagi soyasidir. Yana quyosh botishda ham podshoh Allohning yerdagi soyasidir. Ana shu yozuv saroyda qayta takrorlanadi. Qolgan hech narsa Oqsaroyda qayta takrorlanmaydi. Shu darajada mukammal. Bu yerda o'sha emblemani ham ko'rishimiz mumkin. Umrboqiylik emblemasi. Umrboqiylik emblemasini ham ko'rishimiz mumkin. Aynan shu emblema Gitlerda ham bor. Gitlerda sal yotiqroq bo'lsa, ana bizda mana bu qismni ko'rishimiz mumkin. Mana bu umrboqiylik belgisi. O'sha ikkita tayoq tepaga, ikkita tayoq pastga naqshga qo'shilib ketgan. Ikkalasini birlashtirganda alf so'zda Alloh so'zi kelib chiqadi. Mana bu yerda ham esa 6 raqamni ham ko'rib turishimiz mumkin. Bu raqam emas, bu yerda eski kufiy xatidagi yozuv bo'lib, bu yerda umrboqiy saltanatimiz degan yozuvni ham ko'rishimiz mumkin. Aynan shu umrboqiylik so'zi umrboqiy saltanatimiz so'zini belga urab turibdi. Hozir qaysi tilda yozilgan bu? Bu eski kufiy xatida. Tushunarli. O'sha Gitler ham bundan Amir Temurdan olib Qara, chunki Amir Temur juda kuchli sarkarda bo'lgan. Butun dunyo tan bergan sarkarda aynan Gitler Amir Temur tarixini o'qigan va o'ziga shior qolgan degan ma'noda keltiradi. Bu umrboqiylikka Gitler ishongan va Twitterlariga odamlarni jo'natgan umrboqiylik o'sha quduqni izlashga harakat qilgan, afsuski topolmagan. Bu yerda Amir Temur nima demoqchi? Umrboqiylik faqat Allohga xosdir degan ma'noda aynan shu belgi Oqsaroyda qo'yilgan. Endi bu tarafda qarasa o'sha belgi yo'q. Bunda qayta takrorlanmaydi. Bunda belgini ko'rmaymiz. Bunda ham 6, 7, 5 raqamlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu qismda osmon ochiq havo rangida. Bu yerda Amir Temurning o'zining so'zlari. Yodi davlat monoribot. Davlatimiz siyosati barchaga yo'l ko'rsatuvchi mayoq bo'lsin. Dengizda kemalar adashib qolsa, mayoq orqali topganda adashgan davlatlar bizning siyosatimizdan o'rnak olsin degan ma'noda aynan shu yozuvlar Amir Temur farmoni bilan yoziladi. Demak 6, 7, 5, 9 ham bor menimcha. Bu yerda qarang, 3 bor ekan. Hammasi eski kufiy xatidagi yozuv. Bu raqam emas. Aslida yozuv shaklini ko'rib turibmiz, osmon ochiq havo rangida. Bu yerda shaxmat doskasini ham ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu qismda shaxmat doskasi bor. O'sha Amir Temur shatranjda juda ham tengi inson bo'lganligi, aynan o'sha shatranj orqali urushni boshqarganligi haqida ham bizda ma'lumotlar uchraydi. Shu uchun ham aynan bu yerda. Bu pastida e'tibor berib qarasangiz, kuch shaklini ko'rishimiz mumkin. Bu juda ham chiroyli shaklda. E'tibor bermasangiz oddiy naqsh kabi ko'rinadi.
5 ta ko'z bor ekan. 5 ta. Ko'z bilan ko'rib, aql bilan ish yurit. Aynan o'sha shaxmat, shatranj, shaxmat, aql gimnastikasi bo'lib, aynan shu shaklda keladi. Bu tarafda qarasangiz, shaxmat doskasining tagida ko'zni ko'rmaymiz. Bunda umuman boshqa belgini ko'rib turishimiz mumkin. Aynan shaxmat doskasining tagida boshqa. Bu yerda o'sha hojga o'xshagan belgilarni ham ko'rishimiz mumkin, lekin bularning tarixi hozirgacha topilmagan. Bu o'zi qanday olib? Mana to'g'rimizda dumaloqda ham Alloh so'zi yozilgan. Mana bu yerda ham Alloh ismini ko'rishimiz mumkin. Mana o'sha tutda, piramida shaklda bu yerda mana alif so'zida Alloh so'zini mana o'sha piramida qorani ichida ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli shaklda keltirilgan. Hozir buni Mamjoy o'yib olgan ekan, qanaqadir. Bu mana bu qismlarni o'rganish maqsadida keyinchalik davrda boshqa me'moriy obidalarni qayta tiklash maqsadida Oqsaroy yuzidan qo'porib olinganligi ma'lum. O'sha bu kafel birinchi yerda pishirilgan, keyin ustida yopishtirilgan. Hozirgacha butun dunyo olimlari tomonidan bu yog'ini 1% ni ham tarkibi aniqlanmagan. Hozirgacha bu yog'ini tarkibi sirligicha, qorong'uligicha saqlanib keladi. Mana bu loy, ko'rib turgan loyimiz Amir Temur davridagi loy bo'lib, loyning tarkibida tuya suti, tovuq sipati, tovuq tuxumi, tarvuz suvi, guruch suvi, 30 xil element aniqlangan, 70% qorong'u, toshdan-da, betondan-da mustahkam bo'lib, Amir Temur davrida tosh bilan loyni qo'yganda ma'lum darajada tosh parchalandi, lekin loy parchalanmaganligi haqida aytib o'tadi. Bu o'sha Amir Temur davridagi g'ishtlar orasida qo'yilgan loy, o'sha qorishmani tarkibida. G'ishtlari 20 ga 40 musulmon g'ishi, o'sha sopol g'ish, o'sha pishirilgan. Hozirgacha g'ishini 1% ni ham tarkibi topilmagan. Qayerdan olib kelgan? Aynan Eron, hozirda bizga ilmiy taraflama Eron tomonidan olib kelinganligi, aynan quyoshga yaqin bo'lganligi uchun ham loy pishganligi, tuproq pishganligi uchun ham Erondan olib kelingan degan taxminlar ilgari suriladi. Ularning g'ishti loyi odamning qonidan qilingan degan gaplar ham bor ekan. Bu noto'g'ri ma'lumot, chunki noto'g'ri ma'lumot degan sababimiz Amir Temur o'sha vaqtda qoralangan, kallakesar, bosmachi, xonqo'r deb keltirilgan tarixiy manbalarda bizning tariximizni yomonlash va o'tmishimizni unuttirish maqsadida. Bu yerda hech qanday odam qoni qo'shilmagan, keyinchalik manbalarda uchraydiki, bu yerda odamlarning bosh suyagiga ham qo'shilgan deydi. Bu Amir Temurni qoralash maqsadida. Bu yerda ko'rib turganimizdek Fath surasi, Baqara surasi, Alloh ismlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda unday narsani ishlatilishi mumkin emas. Yana bu yerda ham shunday belgilarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sof arab tilida Alloh yozuvini ko'rishimiz mumkin. Mana bu gullarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana tepa qismida bitta qora gul bor. 5 ta yaprog'i, mana 5 ta yaprog'i yashil, bitta 5 ta yaprog'i qora, bitta yaprog'i yashilni ko'rishimiz mumkin. Mana bu qora Qur'onda 8 xil usulda zikr qilinadi. Qora rang asli hayot ramzi. Yashil esa jannatni belgisi bo'lib, bu yerda shu uchun ham payg'ambarimiz yashil rangni yaxshi ko'rganligi aynan shu shaklda ham ko'rsatib o'tiladi. Bu yerda 5 ta yashil gul va bitta qora gulni ham ko'rishimiz mumkin. Past qismda ham, mana bu qismda ham hozirgacha tarixchilar buni topilmayapti. Bu nima uchun qo'yilgan, qanday ma'no bildiradi? Hattoki gullar bir-birini qayta takrorlanmaydi. Bu yerda mana oq nuqtani ko'rsak, bu yerda qora nuqta, bu yerda yana oq nuqta va yashil va ko'k nuqtalar ko'rishimiz mumkin. Yana pastga borsak, bu yerda piramida shaklini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda chiroyli ekan naqshlari ham. Juda ham chiroyli shaklda, o'sha davrda san'ati juda ham chiroyli shaklda kelgan. Mana bu yerda Kufiy xatida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ism shariflar yozilgan va to'g'rilarda yashil gulni barchasi qoraligini ko'rishimiz mumkin. Bu nimadan dalolat? O'sha qora asli hayot ramzi bo'lib, Qur'onda ham aynan 8 xil usulda zikr qilinadi. Hozir ko'rishimiz mumkin, Amir Temur nimagadir nari qarab turibdi, to'g'rigami? Demak, bu kirish qismi to'g'rimi? Darvozaning kirish qismi. Bu darvozaning kirish qismi bo'lib, hozirgacha odamlarda chalg'atadigan narsa shuki, Amir Temurning haykali nima uchun Oqsaroyga teskari holatda qo'yilganligi va ko'pchilik shunday aniqladiki, Oqsaroyda oldi u yoq, biz orqaga o'tamiz, saroy bu yoqda bo'lganda o'ylaydi. Aslida mana bu qal'a devorida Oqsaroyga umuman aloqasi yo'q. Bu Shahrisabzni mudofaa chizig'i, mudofaa devor bo'lib, balandligi 12 metr, eni 6 metr, tepasi 2,5 metr bo'lgan. Har 100 metrda askarlar turgan mudofaa qo'riqlash xizmati va 24 soat mobaynida ot arava bilan tunu kun aylangan va mudofaasi shu darajada kuchli bo'lgan. O'sha davr tarixchilari aytadi, hattoki Amir Temurdan so'roqsiz devor tirqishdan qush ham o'ta olmasdi deydi. Bu bo'rtirilgan, aslida juda mudofaasi kuchliligini aytib o'tadi. Tushunarli. Endi Amir Temurning haykaliga qaytadigan bo'lsak, biz teskari qarab turgan sababi hozir bizdan 1 kilometr uzoqlikda Amir Temurning ustozlari, birinchi ustozlari Shayx Shamsiddin Kulol Amir Temurning oldi taraflariga dafn etilgan. Shu uchun ham haykal Amir Temurning haykallari ustozlarga qaratib qo'yilgan. Agar asli bizga qaraganda edi, ustozlarga nisbatan hurmatsizlik bo'lardi, orqa berib qolardi. Shu uchun haykal teskari holatda qo'yilgan. Aka, hozir savol paydo bo'ldi. Yana bu bino qancha vaqt turishi mumkin taxminingiz bo'yicha?
Amir Temur bu saroyni qurishdan oldin shunday ustalarni chaqiradida, shunday savol beradiki, biz qurgan saroy bizdan keyin ham 1000 yil turishi kerak deydi. Aslida Oqsaroy bizdan keyin ham hali 1000 yil turadi. Buni qurilish strukturasi shunday boshlanganki, Muhammad Yusuf Tabriziy shu darajada mahoratli usta bo'lganki, Amir Temur Muhammad Yusuf Tabriziyni yoniga chaqirib, Muhammad Yusuf Tabriziyga shunday biz dedi, shunday saroy qurishimiz kerak, bizdan keyin ham 1000 yil turish kerak deydi. Muhammad Yusuf Tabriziy Amir Temurni sinamoqchi bo'ladi. Psixologik darajada sinamoqchi bo'ladi. Qarang, endi ustoni shu darajada aqlli, juda ham bir mutafakkir inson bo'lganligini aynan shunda bilishimiz mumkin. Amir Temur qani ayt, o'sha senga nima kerak shu saroyni qurishimiz uchun deganda, menga deydi xazinangiz kaltini berasiz deydi. Amir Temurga xazinangiz kaltini berasiz deganda, qani Amir Temur bu usta nima qilar ekan deb xazinasini kaltini berganda, Amir Temurni oldida bitta yog'ochdan qolib qiladi-da, xazinasidan 2 hovuch tilloni olib, loy qilib, loyga 2 hovuch tilloni soladi va bitta bir dona g'isht qo'yadi. Mana bu siz aytgan saroyni bir dona g'ishtda deydi. Endi siz rozi bo'lsangiz, biz saroy siz aytgan saroyni qurishni boshlaymiz deydi. Amir Temur unga shunday savol beradi. Shunday o'sha javob beradi savoliga. Sani qo'lingdagi tillo o'zi aslida meniki edi. Meniki edi va oz fursat bo'lsa-da u sani qo'lingda tegdi, u saniki bo'ldi. Qara, tillo na senga vafo qildi, na menga vafo qildi, oxiri loy bo'ldi. Bizdan keyingi avlodlarga saroylar qoladi, tillo yoki boylik emas. Va saroyda qurilish boshlanadi. O'shandan keyin mana bu Oqsaroy, mahobatli Oqsaroy 24 yil mobaynida Muhammad Yusuf Tabriziy boshchiligida bir kunda Oqsaroyda 30 mingta usta ishlaydi bir kunda va 24 yilda Oqsaroy qurib bitkaziladi. 24 yilda. Oqsaroy qurib bitkazilgandan keyin Muhammad Yusuf Tabriziy ustolar ustozi, o'sha ustolar ustuni degan o'zi mukofotga ega bo'ladi va o'shanday mukofot bilan sazolanadi va yer sharida bundan-da ulkan saroy va ulkan darvoza hozirgacha yer sharida yo'q. Oqsaroyning nomini kelib chiqishi oqlik va poklik ramzida bo'lib, aynan Oqsaroy nomini kelib chiqishi o'sha Amerikadagi Oq uy, aynan andozani shu yerda olgan, Rossiyadagi Oqsaroy va Toshkentdagi Oqsaroy o'sha oliy majlislar andozani shu yerdan olgan bo'lib, Amir Temurda bu yer diplomatik aloqalar o'rnatadigan, butun dunyo podsholari, elchilari yig'iladigan joy bo'lgan va birinchi bo'lib Amir Temur boshlab bergan aynan shu anoni 14-asrlarda. Bo'ldi aka, kattaga rahmat. Sen joningiz sog' bo'lsin. Vaqtingizga rozi bo'ling. Bu tomonda Amir Temur o'ziga qabr qurgan ekan. Bu qabr 1975-yilda ochilgan ekan, ochilmagan, kashf qilingan. Ya'ni bittaga tushib ketgan, shu bilan bu qabr topilgan ekan shu bilan. Hozir mana bu tomonda ko'rishimiz mumkin. Ketdi, hozir tushamiz. Yer osti daxmasi. Buga tushamiz. Bismillah. Bu qabr Amir Temur o'ziga qo'ygan ekan bu qabrni. Mana bu tomonda Alloh maqtovga loyiq. Alloh pok zot. Alloh buyuk. Allohdan boshqa iloh yo'q. Mana shunaqa yozilgan.